Assalomu alaykum qadrli matematika o'rganuvchilari. Biz sizlar bilan matematikaga oid boshlang'ich tushunchalar mavzusini o'rganib chiqdik. Bu darsimizda natural va butun sonlarga oid misollar yechishdan mavzumizni davom ettiramiz. Demak, boshladik dastlabki misolimiz. Hisoblang. 37 ko'paytirilgan 24 minus 34 ko'paytirilgan 24 plus 19 ko'paytirilgan 11 minus 16 ko'paytirilgan 11. Ushbu ko'rinishda guruhlab olaylik. Birinchi guruhda umumiy ko'paytuvchi sifatida 24 ni qavsdan tashqariga chiqaraylik. 24 ni chiqardik. Dastlabki ko'paytmada 37, oradagi ishoraga e'tiborimizni qaratyapmiz. Keyingi ko'paytmada 34 plus ikkinchi guruhimizdan umumiy ko'paytuvchi sifatida 11 ni qavsdan tashqariga chiqaryapmiz. 19 minus 16 qolyapti. Demak, 24 ko'paytirilgan. Birinchi qavsni bajaradigan bo'lsak 3 plus 11 ko'paytirilgan. Endi ikkalasidan 3 ni umumiy ko'paytuvchi sifatida qavsdan tashqariga chiqarishimiz mumkin. 24 plus 11 bo'ladi. 3 ko'paytirilgan qavschini bajaradigan bo'lsak 35, 3 ni 35 ga ko'paytiryapmiz, natijamiz 105 ga teng. Demak, javobimiz 105 ekan. Keyingi misolimiz. Agar kamayuvchini 26 taga, ayriluvchini 12 taga orttirsak, ayirma qanday o'zgaradi? Diqqat qilamiz. A minus B teng C. Bunda A kamayuvchi, B ayriluvchi, C esa ayirma deb olaylik. Diqqat qilyapmiz. Kamayuvchini 26 taga orttirdik. Ayiryapmiz. Ayriluvchini 12 taga orttiryapmiz. Demak, qavslarni ochadigan bo'lsak, A plus 26 minus B minus 12. A minus B 26 dan 12 ni ayiryapmiz. 14 bo'ladi. A minus B ning qiymati C ga, ya'ni kamayuvchidan ayriluvchini ayirsak, ayirma hosil bo'ladi. A minus B ni ayirma bilan almashtiramiz. C plus 14. Demak, kamayuvchi 26 taga, ayriluvchi 12 taga orttirilsa, ayirma 14 taga ortar ekan. Shunday bo'lgan bo'lsa, davom etamiz. Keyingi misolimiz. Bo'linuvchi 4 marta orttirilsa, bo'luvchi 2 marta orttirilsa, bo'lish natijasi, ya'ni bo'linma qanday o'zgaradi deyilyapti. Diqqat qilyapmiz. A taqsim B teng C. Ya'ni A bo'lingan B teng C edi. Bunda A bo'linuvchi, B bo'luvchi, C esa bo'linma. Bo'linuvchini 4 marta orttiryapmiz. Agar 4 marta orttiring desa, 4 ga ko'paytiramiz. 4 taga orttiring desa, 4 ni qo'shamiz. Agar 4 marta kamaytiring desa, 4 ga bo'lamiz. 4 taga kamaytiring desa, 4 ni ayiramiz. Misollar yechishda ushbu tushunchaga chalg'imasligingiz kerak. Demak, bo'linuvchi 4 marta orttirilyapti. A ni 4 marta orttirdik, 4A bo'ldi. B esa, ya'ni bo'luvchi esa 2 marta orttirilyapti. Bo'linma, ya'ni C qanday o'zgaradi? Shuni topishimiz kerak. 4 ni 2 ga bo'lsak, 2 bo'ladi. 2 ko'paytirilgan A taqsim B bo'lyapti. A taqsim B, ya'ni A ni B ga bo'lganimizda qiymat C ga teng edi, ya'ni bo'linmaga teng edi. Ikkalasini o'rnini almashtiryapmiz. 2 ko'paytirilgan C, demak, bo'linmamiz 2 martaga ortar ekan. Keyingi misolimizga e'tiborimizni qaratyapmiz. Hisoblang. 2012 ko'paytirilgan 2011 minus 2009 ko'paytirilgan 2014. Bu kabi misollar uchraganda eng kichigini biror bir harf bilan belgilaymiz. 2009 ni qandaydir bir x harf bilan belgiladik. 2012 ni biz 2009 plus 3 ko'rinishda yozishimiz mumkin. 2009 ni x deb belgiladik. Demak, 2012 x plus 3 ga teng ekan. 2012 x plus 3 ga teng. Ko'paytiryapmiz. 2011 2009 dan 2 ta ortiq. X plus 2 ga teng. Ayiryapmiz. 2009 ning o'zini x bilan belgilaganmiz. X ko'paytirilgan. 2014 2009 dan 5 taga ortiq. X plus 5. Qavslarni ochamiz. Bunda
Birinchi ko'paytmaga e'tiborimizni qaratyapmiz. Birinchi ko'paytmada birinchi qavsdagi har bir xatni ikkinchi qavsdagi har bir xatga ko'paytiramiz. X ni x ga ko'paytirsak, x kvadrat, x ni 2 ga ko'paytirsak, plyusda 2x, 3 ni x ga ko'paytirsak, plyusda 3x, 3 ni 2 ga ko'paytiryapmiz, plyusda 6. Minus x ni x ga ko'paytirsak, minusda x kvadrat, minus x ni 5 ga ko'paytirsak, minus 5x bo'ladi. X kvadratlar ayrilib ketdi. 2x ga 3x ni qo'shsak 5x bo'ladi. 5x plus 6 minus 5x. 5x lar ham ayrilib ketdi. Natijamiz 6 bo'ldi. Demak, ushbu berilgan misolimizni javobi 6 ga teng bo'lar ekan. Tushunarli bo'ldi deb umid qilaman. Keyingi misolimizga o'tyapmiz. Bu kabi misollar juda ham ko'p uchrab turadi. E'tibor qilyapmiz. 7 plus 5 90 bo'lsa, quyidagilardan qaysi bir juft? Dastlab berilgan ma'lumotlarga e'tiborimizni qaratamiz. Juft songa 90 ni qo'shsak 90 hosil bo'ladi. Juft songa juft sonni qo'shsak juft son hosil bo'ladi. 90 ga 90 ni qo'shsak juft son hosil bo'ladi. 90 ga 90 ni ko'paytirsak 90 hosil bo'ladi. Juft songa juft sonni ko'paytirsak juft son, juft songa 90 ni ko'paytirsak ham juft son hosil bo'ladi. Buni xohlagan ixtiyoriy 90 va juft sonlar juftligini olib tekshirib ko'rishingiz mumkin. 7a plus 5 90 bo'lsa, e'tibor qilyapmiz. 5 90, 90 ga qanday sonni qo'shganimizda natijamiz toq bo'lyapti. 90 ga juft sonni qo'shganimizda natijamiz toq bo'ladi. Demak, 7a ning qiymati juft son bo'lish kerak ekan. 7 ning o'zi 90, 90 ga qanday sonni ko'paytirganimiz juft bo'ladi. Albatta juft sonni. Demak, a ning qiymati juft ekan. Juft sonligini aniqladik. Berilgan ifodalardan qaysi biri juft ekanligini endi aniqlashimiz kerak bo'ladi. A dan boshlab tekshirib boshlayapmiz. 7 ko'paytirilgan a ning kvadrati minus 92 ko'paytirilgan a. A juft son dedik. Juft sonning kvadrati ham juft son bo'ladi. 90 ga juft sonni ko'paytirsak juft son hosil bo'ladi. 92 juft son, a ham juft son. Juft sonlarning ko'paytmasi juft son bo'ladi. Ya'ni juft sondan juft sonni ayirsak natijamiz albatta juft son bo'ladi. Demak, a javobimizdagi ifoda juft son ekan. B javob tekshiraylik. A ning kvadrati minus 13. A harfimizning juft son ekanligini aniqladik. Juft sonning kvadrati albatta juft son bo'ladi. Juft sondan 13 90. 90 ni ayirsak natijamiz 90 bo'ladi. Buni tekshirib ko'rishingiz mumkin. Masalan, 12 dan 5 ni ayiraylik. 7. 12 juft, 5 toq, natijamiz toq bo'lyapti. Demak, B javobimiz juft emas ekan. C javobini tekshiryapmiz. 2a minus 7. A ning qiymati juft, 2 juft. Juftni juftga ko'paytiryapmiz. Natijamiz juft bo'ladi. Juft sondan 7 90. 90 ni ayirsak natijamiz toq bo'ladi. Demak, C javobimizdagi ifoda ham juft bo'la olmas ekan. D variant. A ning kvadrati plus 5a minus 3. A ning kvadrati, a juft son dedik. Juft sonning kvadrati albatta juft son bo'ladi. 5a, 5 90, a juft son. E'tibor qilamiz, juft va toq sonlar ko'paytmasi juft son bo'ladi. 3 toq son. Juft songa juft sonni qo'shsak, albatta juft son bo'ladi. Juft sondan toq sonni ayirsak, natijamiz toq bo'ladi. Demak, D javobimiz ham juft bo'la olmas ekan. To'g'ri javob A. Qanday misol berilsa ham mana shu ko'rinishda mulohaza bilan bajarib qo'yamiz. Keyingi misolimiz. Hisoblang. Dastlabki qavsimizni bajaryapmiz.
24 minus minus 3 bo'lyapti. Minus bilan minus ishoralar ta'sirlashadi. Ya'ni minusni minusga ko'paytirsak plus bo'ladi, plus 3 bo'lyapmiz. 6 minus minus 3 bo'lyapti. Yana ishoralar ta'sirlashadi, plus bo'lib ketadi. Plus 3. 24 ga shuni qo'shyapmiz. 27 6 ga shuni qo'shyapmiz 9. 27 ni 9 ga bo'lsak, natijamiz 3 bo'ladi. Demak, to'g'ri javob 3 ekan. Keyingi misolimiz ham hisoblang. Bunda qavs ichidagi minus 2 ning kubini hisoblashdan boshlaymiz. Minus 2 ning kubi minusda 8 ga teng. Minus 8 plus 3. Minus 8 bo'lishining sababi manfiy sonning tog' darajasi manfiy son bo'ladi. Minus 8 plus 3. Natijamiz minus 5 ga teng. Minus 5 ning kvadratini hisoblashimiz kerak. Manfiy sonning juft darajasi musbat bo'ladi. Demak, minus 5 ning kvadrati 25 ga teng bo'lar ekan. Keyingi misollarimizga juda ham diqqat qilishingiz kerak. Ikkalasi bir-biriga o'xshab ketishi mumkin. Ya'ni 8-9 misollar bir-biriga o'xshab ketishi mumkin, lekin ikkalasining javobi ikki xil bo'ladi. Ikkalasining savoli ham ozgina bir-biridan farq qiladi. O'sha farqni tushunib olishingiz kerak. 8-misolga e'tiborimizni qaratyapmiz. 1 dan 100 gacha bo'lgan natural sonlarni ketma-ket yozganimizda 7 raqami necha marta ishtirok etadi? Ya'ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 va hokazo shu tartibda 98, 99, 100. Ya'ni 1 dan 100 gacha bo'lgan natural sonlar ketma-ket yozildi. Shular ichida 7 raqami necha marta ishtirok etadi deyiladi. Buni sanaydigan bo'lsak, 7 da 7 raqam mavjud, 17 da mavjud, 27. Ushbu sonlarning barchasida 7 raqami ishtirok etgan. 7 larni sanasak, 7 17 da bor, 27 da, 37, 47, 57, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 da ham 7 raqam mavjud. 77 da 7 raqami 2 da. 2 ta 7 raqam sifatida olamiz. 78 da bor, 79 da bor, 87 da bor, 97 da bor. Bularni sanasak jami 20 ta bo'ladi. Keyingi misolimizga e'tibor qaratyapmiz. 1 dan 100 gacha bo'lgan natural sonlar ichida 7 raqami ishtirok etgan sonlar nechta? Oldingi misolimizdan shart ozgina o'zgargan. Farqni sezishingiz kerak. 1 dan 100 gacha bo'lgan natural sonlar ichida 7 raqami ishtirok etgan sonlar nechta? 7 bor, 17 bor, 27, 37, 47, 57, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. Diqqat qilamiz. Asosiy farq mana shunda. Oldingi misolimizda 7 raqami nechta ishtirok etganini topishimiz kerak edi. 77 dagi 2 ta 7 ni 2 ta qilib sanadik. Bunda 7 raqami ishtirok etgan sonlar nechta? 77 da 7 raqami ishtirok etyapti. Bu bitta son. Demak, buni bitta son sifatida olamiz. 78, 79, 87, 97. Bularni sanasak 19 ta bo'ladi. Farq tushunarli bo'ldi deb umid qilaman. Xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'lingizlar.